Yana bir bor hammaga assalomu alaykum bolalar. Bu ikkinchi darsligimiz esa qanday qilib to'g'ri video yasash bo'ladi bolalar. Men sizlarga zo'r usullar o'rgataman. Bitta emas, men sizlarga 3 ta usul o'rgataman qanday qilib video yasashlikni. Tak, birinchi usulimizni qaranglar bolalar. Birinchi o'chirtda bizga mana shu kanal kerak bo'ladi bolalar. Men sizlarga bu kanalda silkasini tashlab qo'yaman. Bitta bu emas, bir nechta kanalda silkasini tashlab qo'yaman. Ulardan elementlar olsalaring bo'ladi. O'zi element qanday olinadi? Qaranglar bolalar. Mana shortsga o'tib olamiz. Shortsga o'tganimizdan keyin eng mashhur videosini qo'yamiz. Masalan, eng mashhur videosi mana shu. Bitta har bitta mashhur videosidan olib yasab ketaveramiz. Masalan, mana shu tekstni hozir men skrinshot qilib olishligimga to'g'ri keladi bolalar. Mana men buni skrinshot qilib oldim. Skrinshot qilganimizdan keyin bizga yana ChatGPT emas, Gemini degan anavi bor. Shu ChatGPTga o'xshash narsa bor. Geminiga kirib olganimizdan keyin biz o'sha skrinshotimizni qo'yamiz bu yoqqa. Mana men skrinshotimni qo'yapman. Undan tashqari esa bizga kerakli bo'ladigan narsa bizga hozir bu mana shu "Перепиши текст из картинки" degan prompt kerak bo'ladi. Bu prompt nima desalaring, bu prompt bizga mana shu qanday aytsam, mana shu turgan rasmdagi tekstni o'zini ko'chirib beradi bizga va biz buni jo'natamiz. Mana shu tekstni o'zini ko'chirib beradi hozir bizga. Mana analiz qilyapti hozir. Tak, keyin undan tashqari bizga CapCut kerak bo'ladi bolalar. CapCutda o'tkazib olgan bo'lishlaring kerak bolalar. Bizga CapCut kerak bo'ladi. Mana CapCutga kirganimizdan keyin mana buni skachat nima deydi? Copyright qilib olamiz. Mana shu yerdan turib, mana bizga mana Bayer head switch mana ko'rasizlarmi? Xuddi mana shu tekstni ko'chirib berdi menga. Mana shu yerdagi tekstni bu yoqqa ko'chirib berdi. Undan keyin esa biz CapCutga kiramiz. Создать новый proyekt qilamiz. Bu biz hozir yangi proyekt ochyapmiz o'zimizga. Undan keyin esa bizga bironta любой fon kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda fon qidiramiz bolalar. Fon природа. Fon природа desalaring, bizga mana bunaqa fon chiqadi. O'sha ko'chadagi anaqa nima derdi? Tabiat chiqadi bolalar mana. Kirasizlarda va bitta masalan любой yoqqanini olasizlar. Masalan, menga mana shu yoqyapti. Yo'q, to'xtanglar mana. Mana shu yoqyapti menga, masalan. Bo'ldi, mana shu yoqyapti menga. Mana shu fonni silkasini olaman. Undan keyin bizga Telegram kerak bo'ladi bolalar. Telegramga kirasizlar. Va yozasizlar skachat YouTube video deysizlar. Skachat YouTube video. Skachat YouTube. Tak, men bitta любой bironta saytga kirasizlar. Masalan, bizga hozir YouTubedan skachat qilib beradigan kerak mana skachat MP3. Startni bosamiz. Undan keyin esa buni tashlaymiz. Join nash voy, bu sayt ishlamas ekan shekilli. Tak, bironta ishlaydigan sayt kerak bo'ladi bizga. Masalan, buni tashlaymiz. Podpisаться. Voy, bu nechta kanal chiqarib oldi bu. Mana shu narsa juda muammo bo'ladi. O'zbekchani tanlaymiz va bo'ldi. Mana bu bizga tanla deyapti. Mana 720. Bu kanalni ham tashlab qo'yaman. Mayli, 3 ta kanalga obuna bo'l deyapti. Mayli. 3 ta kanalga obuna bo'lib beraman. Tak, запустить, start bo'ldi. Ya, подписался. Hamma narsani bajardim. Tak, bu Telegram mana shu Telegramni ham tashlab qo'yaman sizlar uchun. Kerak bo'lib qoladi. Bo'ldi, 720 yuklanmoqda. Hozir bu bizga mana shu videoni yuklab beradi. Biz u videoni olib fonga qo'yamiz. Hozir tushunib olasizlar. Tak, tezroq yuklab bersa bo'ldi. Mana yuklab berdi. Buni сохранить qilib olamiz. Va bizga CapCutga kiramiz. CapCutga kirganimizdan keyin загрузкиdan mana buni olamiz. Biz o'sha qilmoqchi bo'lgan fonni olib sal kattartiramizda, mana tekst yopilishi kerak va mana u tekstga ahamiyat bermanglar. Buni hozir biz yopib yuboramiz. Qarab turinglar bolalar. Boya eslasalaring biz tak, buni ovozini olib tashlaymiz. Ovozini o'chirib qo'yamiz. Boya eslasalaring biz mana yerdan tekst copyright qilib olgandik. Geminidan eslasalaring, mana yerda Geminidan tekst olgandik. Mana yana bir bor olaman. Olganimdan keyin buni uni ustiga qo'yib turib, telefonda mana bunday qilib kichkina narsalaring bo'ladi. Ko'rasizlar, mana yonida kichkina mana yerda narsacha turibdi. Mana shu orqali bunday kichkina narsalaring bo'ladi. Mana hozir men buni o'zimga moslab olaman. Tekstni bo'ldi ana. Kichkina narsalar moslab oldim.
Undan keyin bunga fon qo'shishimizga to'g'ri keladi. Botga mana fon. Fon qo'shamiz. Fon rangini oq qilamiz. Tekst rangini esa qora rangga bo'yaymiz bola. Mana shunda bunaqa narsa bo'lishi kerak. Shunaqa natija bo'ladi. Buni olib turib, aytdan ugllarni mana dumaloq qilsa bo'lar, ko'rasizmi? Sal dumaloq qilamiz. Sal buni dumaloq qilganimizdan keyin mana vысота qo'shamiz. Vысота qo'shamiz, shirina qo'shamiz ichga. Mana bo'ldi. Tekstimiz cho'tki bo'ldi. Undan keyin esa buni sal jирniroq qilib qo'ysa bo'ladi. Mana jирni. Zo'r jирni turibdi. Mana shunday bosib qo'ysalar mana sal qalinroq yozuv bo'ladi. Yana undan tashqari nima kerak bo'ladi desanglar, qaranglar chat. Tak, boya biz kirgan video, masalan, mana shu video edi. Undan keyin skrinshotni bosib turib, mana shu ikkita amakichani rasmini olasizlar. Skrinshot olasizlar. Undan keyin ChatGPT ga kirib turib, eshtinglar bolalar. Hozir men prompt yozaman. Пожалуйста, создай мне prompt для похожей картинки, чтобы я сгенерировал. Bu promptni ham men tashlab qo'yaman. Men hozir bu yerda nima deding desalar, men o'zbekchasiga tushuntirib ketaman. Iltimos menga prompt yozib ber. Mana shunga o'xshash rasmga men generatsiya qilishim uchun dedim. Hozir men o'zimga generatsiya qilaman. Hozir bu menga ruscha yozib beryapti. Hozir inglizcha yozib ber deb oraman. Пожалуйста, создай мне на английском языке. Yo'q, bo'ldi, o'zi mana поддерживать. Yo'q. Пожалуйста, создай мне на английском языке. Bo'ldi. Menga ingliz tilida yasab ber dedim. Hozir bu menga полностью ingliz tilida yasab beradi. Bo'ldi. Keyin bizga Sora kerak bo'ladi. Soraga kirasizlar. Sorada mana bunaqa qilib настройка qilasizlar bolalar. 3 ga 2, 2v, ikkita rasm qilib beradi birdaniga. Ikkitasidan bittasini tanlab olasizlar. Va buni olgandan keyin men Soraga kirib turib, mana bu yerda image, video turadi. Image ga qo'yib qo'yasizlar bolalar. Aytgan shuni ham aytib o'tib ketay. Mana men Soraga tashladim. Hozir Sora bizga maksimal shunga o'xshash rasm tayyorlab beradi. Sorada rasm yasalasalaring, juda zo'r yasab beradi. Mana hozir bizga Sora rasm yasab beradi. Ikkita yasaydi, любой bittasini tanlab olasiz, o'zlaringga yoqqanrog'ini. Hali vaqt ketadi rasm yasashlikka. Tak. Demak, hozir rasm tayyor bo'lsa, biz полностью qilib ko'rsatib beraman sizlarga. Mana 2 minut qoldi deyapti. Mana 73% tayyor bo'lib qoldi rasmimiz. Tak, keyin bola iloji boricha videoni o'tkazmasdan ko'ringlar, chunki kerakli joylarni o'tkazib yuborishlaring mumkin. Tak, bo'ldi. Bizda rasmimiz tayyor. Tak, nimaga bu rasmni chiqarib bermayapti bizga? Tak. Mana, bo'ldi. Mana rasmimiz. Mana shu rasm maksimalga o'xshaydi. Mana shu rasmni olaman-da va saqlanich qilib olaman. Saqlanich qilib olganimdan keyin mediaga kirib turib, xuddi o'sha rasmni qo'shib olaman bu yoqqa. Mana. Rasmni qo'shib oldim. Demak, endi bir rasmni tepaga tekstni oldinroq qo'yaman. Чтобы bunday bo'lib turishligi uchun va tekst razmerini sal kichkinatirishga to'g'ri kelar ekan bolalar. Tekst razmerini sal kichkinatirib turib, rasmni sal kattartirib qo'yamiz. Mana shunday qilib, masalan. Bunday qilib qo'ysalaring ham bo'ladi. Mana. Bo'ldi. Demak, bu tayyor. Undan keyin esa bizga buni muzikasi kerak bo'ladi. Xuddi o'sha videoga kirib, bir marta muzikasini olasizlar. Har safar muzika almashtirish shart emas bolalar. Bir safar, bir marta shu muzikani olasizlar. Любой bittasinikini. Любой bitta yoqqan muzikani olasizlar o'zlaringga. Mana shu odamdan. Mana shu Wise Push'dan mana shu muzikasini olaman. Hozir bu menga muzikasini yuklab bermoqda. Tak, demak bo'ldi. Bo'ldi, muzikasini yuklab berdi. Buni saqlanib chiqib olaman-da. Загрузка tashlab, tak, endi CapCutga kirib, tak, CapCutimiz qani mana. CapCutga kirib, mana shu muzikani tashlab olaman. Tak, mana 6 sekundlik muzika ekan. Buni olib turib, kichkinartiramiz 6-sekundgacha. Mana tepadagilarda esa cho'zamiz. Bo'ldi. Demak, mana. Demak, tayyor. Bo'ldi. Qiyin narsa emas, bola juda oson yasash. Aytgancha, undan keyin esa bizga yana bitta tekst davay chiqib, Zralach Elton Boy deb qo'yamiz. O'zingizlarni yozib qo'yinglar, чтобы sizlarga hech kim band tasha olmasligi uchun. Buni qo'yganingizdan keyin sal bironta maydan sistemaga kirib, любой bironta tanlab olasizlarda.
Keyin obvodkani yoqib turib, mana yerda smesh degan bor. Smeshni sal kamaytirsalar, mana xiralashadi, ko'ryapsizmi? Xiralashyapti mana. Shuni sal xiralashtirib qo'ysalaring bo'ldi. Buni sal kamaytirib qo'yamiz mana yoqqa. Demak bo'ldi, tayyor. Videomiz tayyor. Ko'rdilaringmi? Juda oson va endi video tayyorlanishini o'rganib oldlaring degan umiddaman. Bularni ham kerakli promptlarni men Telegramga tashlab qo'yaman. Videoni yaxshilab ko'rgan bo'lishlaring kerak. Agar biron joylarini o'tkazgan bo'lsalaring, o'tkazmasdan ko'ringlar bolalar. Tak, demak, hammalaringga rahmat e'tibor uchun. Bundan keyingi videoda esa qanday qilib turib videoni to'g'ri joylash haqida videorolik ko'rasizlar. Hammaga rahmat e'tibor uchun.